Assalomu alaykum aziz do'stlar. Legendabik uz kanalimizga xush kelibsizlar yana bir marta. Bugungi roligimizda sizlar bilan neobishniy, ya'ni o'sha hamma qiziqayotgan o'yin PUBG'ga o'xshab ketadigan, lekin PUBG emas. Offline PUBG desa ham bo'ladi. Shunaqa o'yin o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bu o'yinni to'liq yodimda yo'q, shuning uchun nima qilmaysizlar? Survival bir narsa edi. Supermidi? Xullas Play Marketda bor, yozsangiz chiqadi. Lekin o'yinni o'ynab ko'rdim, juda ham chotki, grafikasi vashshi dahshat. Hozir yana bir marta o'ynab ko'ramiz birgalikda sizlar bilan. Ovozim eshitilyaptimi? Xo'p. Davay. Video yoqsa albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang azizlar. Bundan keyin hali xudo xolasa sizlarni ajoyib chotki o'yinlar kutmoqda, eng zo'r grafikali. O mana boshlandi. Grafikaga qaranglar buni akalar. Yomon-ku juda ham. Hop. Mashqga tushamiz akalar. Eng o'rtasiga xaritani. Hozir ana loylar kelmasdan oldin dirsilat tashlashimiz kerak hamma narsani. Bo'lmasa bizga multikni o'qi ham qolmaydi. Normalniy narsalar ber, opasi jilli shunaqa ham multik beradimi? Nima bu? Hop. Yaxshi saparvoy. To'xta. Jumonlar kelyapti. Keldi bitta jumon. Tayyorlan. Ikkita ekan. Yoqqa ke. Kuch. Ol uka, mikrofon. Yana bitta jumon keldi. Nimasini olayapti? Tutdimi? Battar bo'la. Oldimdan chiqma loy. Katta bu. Uzrasizlar akalar, ko'rmay qopman. Xo'p, hozircha normalniy, hammasi joyida. Mana yana orqamdan ham, oldimdan ham kelyapti bu jumonlar. To'xta.
Yaxshi sapı. Yomon bu. Nima bu multik? Olsa bunu. Voy. Otmaysanmi qarab turib? La'nati basharangga oyog'im. Uzrasizlar vakala, nima deyishni bilmay qoldim to'g'risi. Hassani kallangga. Bitta arena o'ynab ko'ramiz vakala. Bunda arena rejimi ham bor, TDM. Bunda umuman o'ynab ko'rmaganman, o'ynashni ham bilmayman to'g'risi. Lekin bitta sizlar uchun sinab ko'rmoqchiman. Qani davay. Qanaqa bo'lar ekan bu yog'i? Bu yog'i chiki qilib tashlaymiz. Xudo xolasa. Opasi jillilar komandasiga bu. Qani go, dalna boshqlar. Qo'rqqanga qora miltiq. Bunda nima qilish kerak? Shunaqa yurish kerakmi bunda? Yaxshi. Nima qilib tursan? Yur. O'qla. Yo'qolib ketgan. O'qla. Mashta turamiz akalar. Bo'lmasa iloji yo'q bu opasi jillarni nima qilishni. Har joydan kelavergan bu. Ot. Yo'q ey. Yaxshi sappi. Ko'rdinglarmi nima qilganini? Meni osonlikcha o'ladi deb o'yladi bu loyla. O'qla. O'qla bratchka, o'qla. Bo'l. Yaxshi. Yo'q, nima qilyapman meni? Keldi. Hozircha normalniy akalar.
Mana bu tanlab boshqalar to'g'ri yoniga boradi, keyin o'lib ketadi bu loylar. Menga o'xshab krisachilik qilmaysanmi? Miya bo'lmagandan keyin gavda azobda deydi-ku. Keldi. Yo'qolib ket. Meni oldimni to'sib tashladi bu loylar, akalar. Qoch. Yana bitta ketdi. Voy, nima qilib tashladi bular? Yo'q shu. Yo'q ay. O'lib ketdingmi axir? Otmaysanmi? O'ynashma loyla. Akang bilan o'ynashma. Hop. Kevorchi ko'ramiz. Bu yoqdan kelsa-chi. Keldi bu danla boshlar. Yaxshi, biz sapqola yar tutdi. Hozircha akang birinchi o'rinda. Oy! Ko'rdinglarmi? Ikki bitta bu loyla. Qoch. Voy! Necha akalar? O'zimizmi? Otmaysanmi qarab turib loy? Bossam bosilmaydi-ku bu. Qanaqa qilib aylanadi bu opasi jillilar? Mana. Aylanmaydi ham bu. Mana bunga qaranglar. Yo'qolib ket. Yinangi selamat, megajin. Hop, akalar, mana ko'rdinglar o'yinni. 15 daqiqa bo'lib ketdi. Shu yerda tugatishga majburman, afsuski. Albatta videomiz yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Shuncha mehnatimga yarasha qadrlaysizlar degan umiddaman, akalar. Ishonmaganlar uchun mana o'yin rostdan ham offline. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana internet, Wi-Fi umuman yo'q. O'chiq holatda turibdi. Maza qilib o'ynaysizlar. Xullas, xayr akalar, sizlar bilan Legenda Bek janob oliylar bo'ldi. Xayr.